Hozirgi zamon yoshlari nima o'qishlari kerak? Agar kitob ma'nosida bo'lsa, men aytaman, eng muhimi kitob o'qish kerak. Ya'ni qanaqa Eng kitobligi muhimi o'qish kerakmi? ha, qanaqa kitobligidan tashqari birinchi o'rinda o'qish kerak. Hmm. Bizni asrimizdagi eng katta muammolardan bittasi ijtimoiy tarmoq, video kontentlarning ko'pligi, ovoz narsalarning ko'pligi, shu kabi narsalar odamlarni kitob o'qishdan to'xtatib qo'ydi. Hmm. Va odamlarda o'sha diqqat qila olish doirasi, o'sha attention span deydi, bir narsaga diqqat qarata olish uzunligi go'yoki qisqarib ketib qoldi judayam. Bu odamlarni miyani ishlashdagi ko'p imkoniyatlar va qobiliyatlarni odamda pasaytiradi. Bir narsaga diqqat qilib o'tira olish, bir narsani tahlil qila olish, tafakkur qila olish, natijalarga erishish degan ko'p narsalar. Hozir sun'iy intellekt kelishi bilan bu yana ham odamni zaiflashtiradi. Chunki 4 ta, 5 ta, 6 ta, 8 ta, 10 ta narsani o'qib turib, undan bitta xulosa qila olish odam uchun eng buyuk funksiyalardan bittasi. Shuni hozir avval sun'iy intellektga topshirgan odam doimiy ravishda sun'iy intellektdan shuni olish hisobiga mana shu narsa rivojlanmay qoladi odamda. Shu ma'noda o'qish kerak. Kattaroq matnlarni o'tirib o'qishga o'zida imkoniyat paydo qilish kerak, odat paydo qilish kerak. Endi nimani o'qishga keladigan bo'lsak, iloji boricha badiiy kitoblarni boshqalarni masalan hayotning bir qismida o'qigan va doimiy o'qib yurishni odat qilgan yaxshi. She'riyatni o'qigan yaxshi. Nimaga? Chunki she'riyat odamlarda chuqurroq ma'nolarni idrok qila olish va undan ta'sirlana olish imkoniyatini beradi. Hmm. O'sha uchun qadimdan ulamolar, qadimdan ummatning eng buyuk olimlari, sahobalar, tobiiylar, ularga ergashganlar hammalari yo she'r yozgan, yo she'r o'qigan, hammalari she'riyat bilan bo'lgan. Bu juda ham muhim narsalardan biri. Shu bilan birgalikda birinchi doim o'qiydigan odam Qur'on o'qish kerak. Har bir odamning kundalik Qur'ondan o'zini bir vazifasi, virdi bo'lishi kerak. Imom Shofiy aytadi, har safar birorta muammo kelsa Qur'on ochaman deydi, o'qib ketaveraman, shu muammoni topgan oyatga kelganda hamma ekan deb deyman. Subhanalloh. O'sha uchun Qur'on o'qish kerak va Qur'ondan virdi bo'lish kerak. Bilish kerakki, boshqa kitoblar bilan Qur'onning farqi, o'sha kitoblarni yozgan mualliflar bilan Alloh taoloning farqi yo'shida, va tabiiyki qiyosida o'zi yo'q. Shundan tushunasizki, Qur'on bu Allohning kalomi, oldimizda o'sha narsaning borligi bizning hayotimizdagi eng buyuk saodat va eng ishonib bo'lmas darajadagi mo'jiza. Odamniki shunaqa ekan, odam ana shunday mo'jiza borligini odam tafakkur qilib, mo'min bo'lmagan odam bunga ishona olmaydi-da. Allohning kalomi o'zida turibdimi degan narsa, bu dahshatli narsa bu. Va mo'min odam biladiki, Alloh taolo unga shu faslni, shu ne'matni, shu hikmatni berdi. O'sha uchun Qur'on o'qish kerak. Hadis o'qish kerak, chunki hadis vahiy. Hmm. Vahiy. Undan tashqari o'zining sohasiga oid kitoblarni ko'p o'qish kerak.